arzimiz, mana shu sovg'amiz Xudo xohlasa. Yettita qizingizda hammasini mundirib olib ko'rasiz. Rahmat sizlarga dunyo turuncha turishlar, boshim shuga turuncha turishlar. Yig'lamang. Bundan ham yaxshilari bilan sindirsin Xudoyim. Canım sana nasıl Sağ olun ablacığım. Yig'lamang, turing. Yig'lamang ablacığım. Bundan ham yaxshilari bilan sindirsin ilohim. Yaxshi kunlaringizga munosib. Sağ bo'ling, shu qizlarimizni boshiga ilohim. Xudo xohlasa yaxshi kunlaringiz. Anvar aka, bu oila haqida qanday bilib qoldingiz? Aka, bu oila haqida shu Instagramda ko'rib o'tirganimda Kunuz sahifasida chiqib qoldi. Shu o'ylab, ko'rib, birinchi boshida uncha qiziqib va qilmadik. Bitta tomoni shunchalik tortdiki, siz nimadan ko'nglingiz to'lmayapti desa, nega men ko'nglim to'lmasligi kerak? Mening 7 ta qizim bor, men jannatga olib kiradigan qizlarim bor dedi. Aka, juda ko'nglimiz yumshab ketdi. Olis joylarda turar ekan, topib kelib arzimagan bir sovg'amizni berdik. Sababchi bo'laylik. Shu qizlar katta qiz bo'lsa, 3 ta qizim bor. Iloyim niyat qilganmiz. Oilalarimiz qatoriga qo'shib shu 3 ta emas 10 ta qizimiz deb Xudo xohlasa egalariga topshirgancha niyat qilganmiz. Ta'minotini o'zingiz bo'yningizga olasiz. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha